Milliy sertifikat 8-variant yechimlari. Quyidagi jadvaldan foydalanib, qaysi moddaning 1 moli 22,4 litr normal sharoitda hajm egallashini hisoblashimiz kerak. Normal sharoitda harorat 0 gradus bo'ladi. A qismidan boshlaymiz. Chiziq chizadigan bo'lsak, suyuqlanish haroratini belgilaymiz. 50 gradusga to'g'ri kelyapti. Va qaynash harorati 100 gradus. Suyuqlanish va qaynash harorati 50 dan past haroratda mana bu yerda ancha oldinroqda 0 gradus ham bo'ladi. Orasidagi masofaga e'tibor bermaymiz. 0 gradus xullas 50 gradusdan chap qismida joylashgan bo'ladi. Bizda 0 gradus bo'lishi kerak va u gaz holatda bo'lishi kerak. Chunki 22 litr hajmni egallash uchun 1 mol gaz holat qabul qilinishi kerak. Bu esa 50 gradusda suyuqlanyapti, bu holatda suyuq va 100 gradusda qaynash holatiga o'tyapti. 100 gradusda qaynagandan keyin 100 dan keyingi haroratda bu gaz holatda bo'ladi. Bizda esa 0 gradusda o'zi gaz bo'lishi kerak. Demak, qismini o'chiramiz. B qismini tekshirib ko'ramiz. Chiziq chizamiz bunga ham. Suyuqlanish harorati 10 gradus, keyin qaynash harorati esa 30 gradus. 10 dan pastroq holatda mana bu yerda 0 gradus ham bor. Suyuqlanish haroratiga e'tibor bersak, 10 da suyuq holatga o'tyapti, mana bu yerda suyuq holat. 30 dan keyin esa qaynash harorati 30 dan keyin mana bu holatda 31, 32 gaz holat degani. Bizda esa 0 gradusda gaz bo'lishi kerak edi, bu ham xato ekan. C qismini tekshiramiz endi. Koordinata chizsak, bu yerda -20, bu yerda -10 turibdi. Bilamizki, -10 va undan keyin bu yerda 0 gradus keladi. Suyuqlanish harorati -20, undan keyin -10 gradusda qaynash harorati bo'lyapti. Qaynash haroratidan keyin mana bu yerda -9, -8, -7 va 0 gradusda ham bu gaz holatda bo'ladi. Bu to'g'ri javob biz uchun. Normal sharoit 0 gradus bo'lgani uchun bu holatda gaz bo'lsa, to'g'ri javob sifatida faqat C qismini qabul qilsak, C javob to'g'ri ekan. Bir asosli kislota berilgan, massasini aniqlab olsak bo'lar ekan. 169 ni ko'paytiramiz, 10% bo'lsa 0,1 ga ko'paytiramiz, ya'ni ulushiga. 16,9 gram. Bir asosli kislota qoldig'ini bilmaymiz, X deb belgilasak bo'ladi. Dissotsiyalanganda vodorod kationi va kislota qoldig'i anioni bo'ladi. Zaryadni ham bilmaymiz. Zaryadi minus holatda bo'ladi, chunki bir asosli degan joy bor. Ionlar soniga e'tibor beramiz. 2,408 (-23). Avogadro soniga bo'lsak bo'ladi. 6,02 (-23) ga bo'lsak, darajalar va un qisqarib ketadi, bu yerda 0,4 qoladi. Ionlar 0,4 ekan. Ustiga qo'yamiz, ikkalasini ustiga albatta 0,4. 1 moldan bu jami 2 mol. Massasi 16,9, hammasi dissotsiyalangani uchun. Molekulyar massasiga X qo'yamiz endi. So'roq qo'ysak ham bo'ladi. 16,9 ni ko'paytiramiz 2 ga, bo'lamiz 0,4 ga. 84,5. 84,5 grammga teng bo'lyapti. Quyidagilar ichidan qaysi birining molekulyar massasi 84,5 bo'lsa, o'shanisi to'g'ri javob bo'ladi. B javobdagisi mos tushadi. Tekshirib ko'ramiz. Xlorat kislota vodorod 1, 35,5 xlor, uchta kislorod 48. Hisoblaydigan bo'lsak, 36,5 bo'ladi plus 48. Shunday 84,5 ekan. To'g'ri javob B varianti.